Alo. Alo. Xotin? Nima deyapsiz? Kashinaga qolib ketmoqdim uyda. Qolib ketibdi? Hozir ishga ketadi. Kashinaga yonimda yo'q. Ha, hozir qarab ko'ring-chi. Hammani qolib ketgan Ha, ekan. qolib ketibdimi? Ha, bo'pti, bo'lmasam hozir men avtobus kutib turdim, bo'lmasam taksi ushlayman, shunda boraman. Kashinaga olib turgin, tez olib qaytaman. Xo'p, keyavering, ko'chaga olib chiqib turaman. Ha, bo'pti, ha. Assalomu keling aka. Keling aka, chiqing. Taksi yo'qmi? Ha, taksiman, chiqing, keling. O'sha ichkariga uyga kirib olishim kerak. Chiqing, oldiga o'tiravering, keling. Oh my god. Yaxshimisiz aka? Voy, rasvo bo'ldi-yu. Hozir uyga bu ayol bilan borsam xotinim nima deb o'ylarkin? Ko'chaga chiqib turaman degandi. Men tinchib kiraman, ko'chaga. Aka. Uyingizga ketyapsizmi? Ha, uyga kiraman. Kun bo'yi ko'chadaman-da, haliga hujjat o'tirdim. Uyingizga hojatxonaga kirib chiqsam maylimi, aka? Mayli. Voy, endi aniq tomonman. Shundan kirsak chap bo'ldi oxirida ishi. Kiraveraymi? Ha, kiravering. Ha. Assalomu alaykum. Men tushuntirib beraman. Xotin Tushunmadim adasi. Kim bu? Hali shu darajaga bordingizmi? taksi. Uyga olib keladigan darajaga bordingizmi? Men sizni shunchalik emas deb o'ylamagandim. Voy. Kashingiz chiqib qoldi aka. Ketdingmi? Ha, bo'ldi, o'zingiz ketavering. Ha, ketmaysizmi? Ha, men qoldim. Ha, xo'p, mayli. Ha. Mayli, yaxshi qoling aka. Rahmat. Qo'ylaysiz. Yes. Qaytdingmi? Ketdimi? Taksiz ayol kishi ekan. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Anaqa Misrdan keluvdik. O'shan kirishga olib chiqib yuboring.